Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hürmetlik ustazlar, qarindoshlar, hemşireler. Allah subhanahu wa ta'ala hammalarini har joyda xotirjam salomat qilsin. Allah subhanahu wa ta'ala shu atdeganda Qur'oni Karim tilovati va inodin qilingan duolarimizni ijobat qilsin. Bugungi darsimiz g'am, andisha, tashvishni yo'q qilishning ilojlaridan biri bo'lgan duo to'g'risida. Duo mu'minlarning quroli, bandini Allohga yaqinlashtiradigan vositalarning biri. İnsan o'zining ojiz bechora ekanligi, har vaqt Allohning yordamiga ehtiyojli ekanligini ifodalab Allohga yolvoradi ekan. Insonning bu duoyi qalbga ne'mat bo'ladi, insonning ruhiga tasalli bo'ladi va Alloh subhanahu va taoloninki duolarimizning cho'qim ijobat bo'lganligiga bir ishonch bo'ladi. Ba'zi vaqtida inson o'ylab qoladi, biz duo qilamiz, duoyimiz nima uchun ijobat bo'lmaydigandi. Ammo duo ijobat bo'lishning shartlari va duoning odoblari va ba'zi duolar darhol natijasi ko'riladi, ba'zininki ma'lum muddatdan keyin ko'riladi. Yoki Alloh subhanahu va taolo bizlarning qilgan ba'zi duolarimiz orqali bizlarga keladigan balo qazolarni kechiktiradi, yoki uning o'rniga Alloh subhanahu va taolo biz o'ylamagan yaxshiliklarni ato qiladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va'da qildi, duo qilsanglar duoyinglarni ijobat qilaman. Alloh subhanahu va taolo hargizmi o'zining va'dasiga xilof qilmaydi. Alloh subhanahu va taolo Baqara surasi 186 oyatda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Alloh subhanahu va taolo payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib dedi: Muhammad sallallohu alayhi va sallam, mening bandalarim sizlardan men to'g'riliq so'rasa, men ularga nayt yaqin. Ular duo qilgan vaqtida men ularning duosini ijobat qilaman. Ular to'g'ri yo'l tepish uchun mening chaqirqimga ovoz qo'shsin va menga ishonsin, iymon etsin. Allohningki duoyimizni ijobat qilish uchun biz cho'qim Alloh subhanahu va taolaning barliq chaqiriqlariga ovoz qo'shishimiz, Allohning buyruqlarini kuchimizning yetishicha ado qilishimiz va Allohning cheklamalaridan yenishimiz zarur bo'ladi. Yana Alloh subhanahu va taolo G'ofir surasi 60-oyatda aytadi: "Va qala robbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sizlarning Parvardigoringlar mundaq deydi: "Menga duo qilinglar, men sizlarning duoyinglarni ijobat qilaman." Biz har vaqt Allohga qalbimizdan ishonchi bilan Alloh mening duoyimni cho'qim ijobat qildi deydigan ishonchi bilan duo qilsak, Alloh subhanahu va taolo duoyimizni ijobat qiladi. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Alloh subhanahu va taolo duoni bayon qilib kelib, mening ibodatimdan gadankeşlik qilganlar, takabburlik qilganlar, bosh tortganlar. Duo, ad-duo huval ibada. Ad-duo mukhul ibada. Duoning o'zi ibodat, duo ibodatning yiligi degan nurg'un hadislar bor. Shunga Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda duoning o'rniga ibodat degan lafz bilan keltirilgan. Shunga duoning o'zi ibodat, duodan iborat bo'lgan ibodatlardan yoki umumiy ibodatlardan gadankeşlik qilib, boshto'nglik qilib, takabburlik qilib yuz o'rgan kishilar patqina qor bo'lgan holatda jahannamga kiradi. İnsan mayli moddiy tarafdan va ma'naviy tarafdan qaysi darajaga yetsin, duo qilishninki intayin muhim ekanligi bu oyatda ifodalandi. Yana Alloh subhanahu va taolo Naml surasi 62-oyatda shunday aytadi: "Amma yujibul muztarra idza da'ahu va yakshifus su'a." Qiyinchilik qilgan, jafo mushaqqat qilgan, siqilishni qilgan kishining qilgan duosini kim ijobat qiladi? Eningga yetgan xafalik, musibatlarni kim ichib beradi, kim yo'q qilib o'tadi deganda, ya'ni Alloh. Ya'ni bu oyatda Alloh subhanahu va taolo hatto kofirlar qiyinchilik uchrab qolgan vaqtida, dengiz safarlarida bo'lsin, har qanday holat qilganda burunqi mushriklar Allohni bilitdi, ammo ibodatni shirk keltirdi. Bular nayt ixlos bilan duo qildi. Ey Alloh, bizlarni mushu balo qazodan qutqazsanglar, biz sizlarga iymon etamiz, ibodatlarni qilamiz deb. Ular shunda qiyinchilik holatda bo'lganlikdan Alloh subhanahu va taolo ularning bu yerdan qutulsa yana o'zga kofirlik qilganligi, o'zga shirik keltirganligini bilib tursimi, ularning shu qiyinchilikda qolgan holatlarida duosini ijobat qiladi.
Undaq bo'lgan ekan, Allohni bir deb e'tiqod qiladigan, Alloh buyurgan 5 vaqt namozni to'liq ado qiladigan, zakot beradigan, ro'za tutadigan, taqvodor mu'min bandisi qiyinchilik qilib duo qilsa, Alloh buni qandoqmi ijobat qilmasin? Albatta Alloh ijobat qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir hadisida aytadi: "Innalloha hayyun karimun yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi ay yuraddahuma sifran khoybatayn." Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo intayin hayoliq isil zotdir. Bir odam yoki bir banda o'zining ikki qo'lini egiz ko'tarib Allohga duo qilib hojatini talab qilsa, Alloh subhanahu va taolo bu bandasining ikki qo'lini quruq u kishini umidsiz holatda qaytarib etmaydi. Banda Allohga yalvorib, qo'lini egiz ko'tarib, o'zining bechora ojiz ekanligini ifodalab Allohga duo qiladi ekan, Alloh subhanahu va taolo bandasining duosini ijobat qiladi. Hamda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan to'g'rida nurg'un duolar bayon qilingan. Shu duolarning orasida mu'min ig'ir qiyinchilik, balo musibat, jafo mushaqqatga uchirgan vaqtida o'qiydigan duo va bu duo duoil karb deb ataladi. Ya'ni qiyinchilikda o'qiydigan duo deb. Abbas radiyallohu anhudan bayon qilingan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qiyinchiliklarga duch kelgan vaqtida la ilaha illallohul azimul halim, la ilaha illallohu robbul arshil azim, la ilaha illallohu robbus samawati va robbul ardi robbul arshil karim degan bu duoni o'qiydi. Nurg'un olimlar bu qiyinchilikda o'qiladigan duo deb bu duoni ko'p o'qitdi. Shunga bizmi bu duoni yod qilib olishimiz, har vaqt duo qilgan vaqtimizda mushu duolarni qaytib o'qishimiz zarur. Ya'ni bu duoning qisqacha ma'nosi bir Allohdan boshqa ibodatga loyiq iloh yo'qdir. Alloh noit kattadir, Alloh halimdir. O'zining bandalarini azoblashga oldirmaydi, ularga keng qo'rsoqlik bilan muomala qiladi. Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Alloh buyuk arshining Robbidir. Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Alloh osmonning, zaminning va esil arshninki Robbidir. Buning hammasi Alloh subhanahu va taoloninki birligi, haqiqiy iloh ekanligini ifodalash. Alloh subhanahu va taoloning osmon, zaminning Robbi, shundaqla Allohning hamma mahluqotlaridan katta bo'lgan arshil azim, buyuk arshning Robbi ekanligi ifodalandi. Bu orqali Allohning kattaligini ifodalab, o'zimizning ojizligimizni bildirib, Allohga duo qilsak, Alloh subhanahu va taolo duolarimizni ijobat qiladi. Imom Navaviy rahimahulloh Sahih Muslimning sharhisida mushahidislarni so'zlab kelib, bu duoni qiyinchilik uchirgan vaqtida yoki zo'r falokat yoki inson taqat qilolmaydigan ishlarga duch kelganda ko'p o'qish kerak deb bayon qildi. Imom Tabriy rahimahullohmi salaf olimlari bu duoni ko'p qildi va buni duoul karb, ya'ni qiyinchilik, mushaqqat duosi deb ataydi. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallohu anhu hadis bayon qilib deydi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Da'vati Zinnun, Yunus alayhisalomning duosi, qaysi duo desa, Yunus alayhisalom beliqning qarniga tashlangan vaqtida o'qigan duo: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Ey Alloh, ya'ni sendan boshqa iloh yo'q. Sen barliq ayib nuqsonlardan poktursan. Men haqiqatan zolimlardan bo'ldim, o'zimga zulm qiluvchilardan bo'ldim. Yani bu duamı en qiyinchilikda o'qiydigan duo. Chunki Yunus alayhisalom kechining qorong'uligi, dengizning qorong'uligi, beliqning qornidagi bu 3 qorong'ulikning ichida turib, to'xtamay bu duoni o'qigan. Bu duoni farishtalar anglab osmonlar tavrab ketgan. Allohga iltijo qilgan farishtalar: "Ey Alloh, sening bechora ojiz bandan sana yalvarib ketdi." Alloh subhanahu va taolo Yunus alayhisalomning duosini ijobat qilib, beliqning qornidan quruqlikqa chiqargan. İbn Mas'ud radiyallohu anhudan bayon qilingan yana bir hadisda payg'ambar alayhisalom shunday deydi: "Har qanday musulmonga g'am, qayg'u, xafalik yetadigan, bu musulmon tövendiki duoni o'qish kerak. Ey Alloh, men sening quling va sening qulingning va sening dedikangning balisi, mening ko'klam sening qo'lingda. Sening mening to'g'ramdagi hukming ijro bo'lguchi. Sening qilgan qazoi qadar taqdiring adildir. Sen o'zingni atagan barliq ism bilan yoki sen o'z
xalqingdan bir kishiga bildirgan isming bilan, yoki sen kitabing bo'lgan Qur'oni Karimda nozil bo'lgan isming bilan, yoki sen Lavhul Mahfuzda g'ayb ilmida tanlagan isming bilan sendan so'rayman. Sen Qur'oni Karimni mening qalbimning bahori qilgin, ko'nglimning nuri qilgin, g'am qayg'ularimni ketkizib chiqigin degan bu duoni o'qisa, Alloh subhanahu va taolo u kishiningki g'am qayg'ularini ketkizib o'tadi, uning o'rniga xursandlikni almashtirib beradi. Biz ilgirki darsimizda so'zlab o'tgan Ibn Abbas radhiyallohu anhuninki hasbunallohu va ni'mal vakil, ya'ni bu intayin katta ma'nisi zo'r duo bo'lib, buni Ibrohim alayhisalom o'tib tashlangan vaqtida aytgan va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Uhud urushidan keyin mushriklar Madinadan chekinib ketib, qayta hujum qilsak bo'pti-kan deb to'plashib turganda, bu xabarni kishilar payg'ambar alayhisalomga yetkazganda, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan va qalu hasbunallohu va ni'mal vakil. Kishilar Quraysh mushriklari Abu Sufyan boshchiligidagi bular sizlarga qarshi qaytadan hujum qilib kelish uchun to'plandi. Ulardan qo'rqinglar, ansiranglar degan vaqtida bu so'z ularga iymonni ziyoda qildi. Ular, ya'ni sahobalar, Alloh bizga kifoyadir, Alloh nima degan yaxshi vakil deb bu duoni o'qigan. Yana Anas radhiyallohu anhu dan bayon qilingan bir hadisda Anas radhiyallohu anhu aytadi: "Men payg'ambar alayhisalomningki Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wal ajazi wal kasal wal bukhli wal jub wa dal'ad dayni wa ghalabatir rijal." Ey Allah, men sizga sig'inib, g'am qayg'ulardan, ojizlikdan, horullikdan, bexillikdan, qo'rqinchoqlikdan, qarzdorchilikdan va boshqalarning mendan g'olib kelishidan panoh tilayman degan bu duoni ko'p qiladiganligini anglagan edim. Yana Anas radhiyallohu anhu dan bayon qilingan bir hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qizi Fatima radhiyallohu anhaga: "Ey qizim, men sizga bir duoni tavsiya qilsam, siz attiganda va kechda ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiz aslih li sha'ni kullah va la takilni ila nafsi tarfat ayn." Ya'ni siz attiganda kechda bu duoni ko'p o'qing. Doim hayot bo'g'uchi Alloh, bandalarning barliq ishlarini tadbir qiluvchi Alloh, sizning rahmatlari bilan sirdan yordam talab qilaman. Mening barliq ishlarimni isloh qilsa, yaramli qilsa, meni ko'z yumib ochquchimi o'z nafsimga tashlab qo'ymaslar. Abu Darda radhiyallohu anhu deydi, har qanday odam attiganda yoki kechda 7 qitim hasbiyallohu la ilaha illa huwa alayhi tavakkaltu va huwa robbul arshil azim degan bu duoni o'qisa, Alloh subhanahu va taolo u kishiningki shu kunlik dunyo oxiratning ishlariga Alloh o'zi kifoya qiladi. Yana musulmonningki dunyo oxiratlik ishlarining yaxshi bo'lishiga sabab bo'ladigan, hozir va kelgusining yaxshi bo'lishiga sabab bo'ladigan bir duoni bayon qilib deydi: "Allohumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri va aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi va aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli shar." Allohim, mening ishimning tutqusi bo'lgan, ishimning asosi bo'lgan dinimni isloh qilsa, dinimni yaramli qilsa, menga ikkin dunyoda manfaatli qilsa, mening turmush ishlarim bo'lgan dunyolik ishlarimni isloh qilsa, buni yaxshi qilsa, mening oxirgi boradigan joyim bo'lgan oxiratlik ishlarimni yaxshi qilsa. Ey Alloh, barliq yaxshilik uchun hayotni menga ziyoda qilib bersizlar, umrimni uzun qilsizlar. Har qanday yomonlik bo'lib qolsa, men uchun buningdan o'limni rohat qilsizlar. Bu duo musulmonningki din, dunyolik hamma ishlarini o'z ichiga oladi. Bu duolarni ko'p qilish kerak. Biz hargizmo duoga sal qarmasligimiz kerak. Chunki duo bizni Allohga yaqinlashtiradi. Bizni har vaqt Allohning ojiz bir bandasi ekanligi, doim Allohga yoldirib turganligimiz, Allohningki bizga yordamning kelishiningki nihoyatda yaqinda bo'lganligini bildirdi. Shunga har vaqt duo qilyapmiz, duoyimiz ijobat bo'lmayapti deydigan umidsizlikni tashlab, Alloh cho'qim bir kuni mening duoyimni ijobat qildi deydigan umid bilan duo qilamiz. Ya qilgan duoyimizning o'zi ijobat bo'ladi, yoki uning o'rniga bir yaxshilik beriladi, ya bir bizga keladigan musibatlar yiroqlanadi, yoki bo'lmaganda oxiratda darajamizning, martabamizning ustun bo'lishi uchun Alloh subhanahu va taolo qilgan duolarimizni o'zining dargohida saqlab qo'ydi. Alloh subhanahu va taolo hammalarni arzu armonlarimizga yetkazsin. Hammalarning bilib bilmay qilgan xatoliklarimiz, kamchiliklarimizni afv qilsin. Alloh subhanahu
subhanahu va taolo hammanglarningki ota-onalarimiz, ustozlarimiz, qarindoshlarimizning xatoliklarini afv qilsin. Alloh subhanahu va taolo shu vatanda azob chekayotgan qarindoshlarimizga o'zining rahmati bilan muomala qilsin. Fat fursatda Alloh subhanahu va taolo ularga bir chiqish yo'li hozirlab bergan. Alloh subhanahu va taolo bizlarni shularning bilishiga bir vasila qilib berishni Allohdan so'raymiz. Alloh duolarimizni ijobat qilguchi. Va sallallohu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.